Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan yerdan foydalanish asoslari fanidan 3-mavzumuz, ya'ni yer fondi, yerdan foydalanish obyekti sifatida mavzusi bo'yicha qisqacha tanishtirib o'taman. Bu mavzu bo'yicha quyidagicha rejalarni tuzib oldik. Bularning birinchisi yer fondi, yer resurslarini boshqarish obyekti sifatida, ikkinchisi yer fondidan foydalanish tavsifi, uchinchisi yer resurslaridan tarmoqlar va tarmoq ichida foydalanish. 3 ta reja asosida bu mavzumizni kengroq yoritib berishga harakat qilaman. Endi yer fondi. O'zbekiston Respublikasida yer davlat mulki, umummilliy boylikdir. Undan oqilona foydalanish zarur. Yer resurslaridan foydalanish davlat tomonidan boshqariladi va muhofaza qilinadi. Yer resurslarini boshqarish obyektida yer uchastkalarining huquqiy holatini, toifasini, foydalanish maqsadi va xarakteridan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining butun yer fondi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida yer fondi toifalari O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksining 8-moddasida ko'rsatilgan. Bu yer fondining toifalari 8 ta toifadan iborat bo'lib, bularning birinchisi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar. Ikkinchisi aholi punkt yerlari, ya'ni shaharlar, poselkalar va qishloq aholi punktlari yerlari. Uchinchisi sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar. To'rtinchisi tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar. Beshinchisi tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar. Oltinchisi o'rmon fondi yerlari, yettinchisi suv fondi yerlari va 8-si zaxira yerlari. Bu 8 ta toifa bo'yicha qisqacha tanishtirib o'taman. Har bittasini yoritib berishga harakat qilaman. Birinchisi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar. Biz bilamizki, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarga nimalar kiradi? Sug'oriladigan yerlar, sug'orilmaydigan yerlar, yaylov va pichanzorlar, ko'p yillik daraxtzorlar, bog'zorlar, uzumzorlar va hokazolar va bo'z yerlar kiradi. Endi keyingisi aholi punkt yerlari. Aholi punkt yerlariga nimalar kiradi? Bu o'zi nomi bilan aniq. Aholi punkt yerlariga ma'muriy hududiy birlik bo'lib, davlat yer fondining boshqa toifalaridan o'ziga xos xususiyatlari, huquqiy holati, foydalanishining maqsadiga ko'ra ajralib turadi. Ularga shu maqsad uchun qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan shahar, shaharchalar, qishloq aholi punktlari yerlari kiradi. Keyingisi sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar. Endi sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar bo'yicha qisqacha tanishtirib o'taman. Jumlasiga sanoat korxonalariga, shu jumladan kon sanoati, energetika korxonalariga ishlab chiqarish va yordamchi binolar hamda inshootlar qurish uchun doimiy foydalanishga berilgan temir yo'l, ichki suv transporti, avtomobil, havo va turbobob provod transporti, aloqa liniyalari hamda ularga tegishli inshootlarning joylashtirish uchun aloqa, radio eshittirish, televideniya va axborot qurollari, kuchlari, chegara, ichki ishlar va temir yo'l qo'shinlarining harbiy qismlari, harbiy o'quv yurtlari, korxonalar, chastlar, tashkilotlar, mudofaa ehtiyojlari uchun mo'ljallangan yerlar va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun yuridik shaxslarga berilgan yerlar kiradi. To'rtinchisi tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiyaga mo'ljallangan yerlar. Endi bu o'zi nomi bilan ham aytib turibdi. Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish, rekreatsiyaga mo'ljallangan yerlarga davlat qo'riqxonalari, milliy tarixiy, tabiiy va yodgorlik bog'lari, zakazniklar, tabiat yodgorliklari, dendrologiya bog'lari, botanika bog'lari, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar egallagan tabiiy davolash omillariga ega bo'lgan yerlar, shuningdek ommaviy dam olish va turizm uchun foydalanishga berilgan yer uchastkalari kiradi. Bu toifalardagi yerlar maydonining asosiy qismini qo'riqxonalar va milliy hamda dendrologiya bog'lari egalladi. Endi 5-si tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar.
Bu tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar respublikamizda tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar juda ko'p bo'lib, ular jumlasidan tarixiy madaniy qo'riqxonalar, me'moriy bog'lar, mozorlar, arxeologiya, tarixiy va madaniyat yodgorliklari, tegishli muassasalar hamda tashkilotlarga doimiy foydalanishga berilgan yerlar kiradi va alohida muhofaza qilinadi. Tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar alohida muhofazaga muhtoj bo'lib, unda jahon ahamiyatiga ega bo'lgan tarixiy, arxeologik, me'morilik va badiiy hamda madaniy yodgorliklar saqlanadi. Endi bunga misol tariqasida biz hammamiz bilamizki, masalan, Buxoroyi Sharif yoki Xorazmdagi Xiva yoki Samarqand bu tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlarga misol tariqasida kiritsak bo'ladi. Endi 6-si o'rmon fondi yerlari. O'rmon fondi yerlariga nimalar kiradi? O'rmon fondi yerlariga alohida ekologik ahamiyatga ega bo'lib, o'rmon bilan qoplangan, shuningdek, o'rmon bilan qoplanmagan bo'lsa ham, o'rmon xo'jaligi ehtiyojlari uchun berilgan yerlar kiradi. Endi suv fondi yerlari, suv havzalari, daryolar, ko'llar, suv omborlari, gidrotexnik va boshqa suv xo'jaligi inshootlari egallab turgan, shuningdek, suv havzalarining va boshqa suv obyektlarining qirg'oqlari bo'ylab ajratilgan mintaqadagi suv xo'jaligi ehtiyojlari uchun korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga berilgan tartibda berilgan yerlar suv fondi yerlar toifasiga kiradi. Endi keyingisi zaxira yerlar, ya'ni oxirgisi 8-chi toifamiz bu zaxira yerlar. Zaxira yerlar egalik qilish, foydalanish va ijara maqsadida yuridik va jismoniy shaxslarga berilmagan hamda boshqa yer toifalari hisobga olinmagan barcha yerlar kiradi. Bu zaxira yerlar asosan qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun egalik qilishga, foydalanishga va ijaraga berilishga mo'ljallangan. Endi zaxira yerlarimiz bu boyaga 7ta, 8ta toifa dedik, 8-inchisi mana zaxira yer bo'lsa, o'sha 7ta toifaga kirmagan. Ya'ni qishloq xo'jaligiga ham, aholi punkt yerlariga ham va boshqasiga ham kirmagan yerlar bu zaxira yerlar deb hisoblanadi. Endi O'zbekiston Respublikasining yer fondi toifalari bo'yicha 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra bu yerda diagramma asosida va jadval asosida ko'rsatilgan. Endi bu 24-yil 1-yanvar holatiga o'zi biz bilamizki, har yil hisobot qilinadi 1-yanvar holatiga ko'ra. Bu yerda diagrammada ko'rinib turibdiki, asosiy nimamiz toifamizda eng katta yerni egallagan toifalardan bittasi bu qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar hisoblanadi. Eng kami bu yerda mana tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar, ya'ni 0,3% ni tashkil qilar ekan. Jadvaldan ham bu narsani ko'rishingiz mumkin. Endi yer turlari tavsifi. Yerdan foydalanish o'z mazmuniga qarab turlicha bo'lib, foydalanish tavsifi bo'yicha farqlanuvchi turli tabiiy, tarixiy xususiyatlarga ega bo'lgan yer uchastkalarining yig'indisidan iborat. Bular turli yer turlarini tashkil etadi. Turlicha tabiiy xususiyatlarga ega bo'lgan aniq bir ishlab chiqarish maqsadlarida foydalanadigan yer uchastkalari yer turlari deb aytiladi. Yerdan foydalanuvchi chegarasida yerlar turlari bo'yicha ish yuritiladi. Shu sababli yer turi yerdan foydalanishda va yer ajratishda asosiy element hisoblanadi. Yer turlariga nimalar kiradi? Yer turlariga qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar, tomorqa yerlar, qurilish bilan band yerlar va hokazo qumliqlar, boshqa yerlar hammasi bu umumiy yer turlariga kirib ketadi. Endi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarga nimalar kiradi? Ekin yerlari, sug'oriladigan yerlar, lalmi yerlar va ko'p yillik daraxtzorlar, mana ko'p yillik daraxtzorlarga bog'zorlar, uzumzorlar, tutzorlar hamda boshqa ko'p yillik mevali
daraxtlar hamda ko'chat-zorlar kiradi. Endi yaylov va pichanzorlarga respublikada hududning katta qismini pichanzor va yaylovlar tashkil qiladi. Bu yerlar chorvachilikni rivojlantirish uchun asosiy ozuqa bazasi bo'lib hisoblanadi. Tabiiy sharoitlarga qarab yaylov va pichanzorlar cho'l, tekislik, ya'ni cho'l mintaqasida, tekislik, tepalik, adir mintaqasida, tog' oldi, tog' mintaqasiga bo'linadi. Endi bo'z yerlar bu samarasiz foydalanish natijasida sug'orish qoidalarining buzilishi va tuproq meliorativ holatining yomonlashishi, eroziyaga ta'siri kuchli sho'rlanishi, gipslanishi hamda yangi o'zlashtirilgan yerlar holatining yomonlashtirish oqibatida qishloq xo'jalik ishlab chiqarishdan, ya'ni oborotidan chiqib qolgan sug'oriladigan va lalmi ekin yerlari kiradi bo'z yerlarga. Endi mavjud muammolarga nimalar kiradi? Muammolarga bu yerda ko'radigan bir nechta muammomiz bor. Masalan, yer uchastkalarini o'z bosimchalik bilan egallab olish hamda yerlardan xo'jasizlarcha foydalanish, ya'ni o'zlaricha foydalanish. Va hokazo mana yana ko'rishimiz mumkin tuproq unumdorligini pasayishi. Hozirgi kunda haqiqatan tuproq unumdorligini oshirish o'rniga biz yerdan to'g'ri foydalanmaganligimiz sababli tuproq unumdorligi yildan yilga pasayib ketyapti. Endi adabiyotlar bilan tanishadigan bo'lsak, adabiyotlar bu yerda mana yer resurslarini boshqarish va boshqa kitoblarda foydalansangizlar bo'ladi. Bu mavzu bo'yicha kengroq ma'lumotga ega bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'ladigan bo'lsa, keyingi darslarimizda yoki elektron pochtalar yordamida chiqishlaringiz mumkin bo'ladi.